Servis sentrga borib, ishi bitmayotgan okalar bo'lsa, bemalol telefon. Bunaqa MG mashinasi kelib qoldi. Injektorlarni tozalatgan akalar, qarasa injektorlar uxlagan. Biri to'la yangi injektor qo'yib yubordi. Xo'p, buni hozir o'zini eski injektorini ko'rsataman. Mana bu yangi injektor ko'rishingiz mumkin. O'zi ham cho'tki zavat bo'ladi. Buni bitta joyga olib borgan ekanlar, motorislari ham yo'q ekan. O'zini ofitsialniy dilleri menimcha, yana bilmayman. Ularda faqat 4 ta ballon qoritirib berish uslugasi bor ekan. Ha, bu ishlarni biz hal qilib beramiz. Hozir injektorini ko'rasiz eskisini. Mana shu o'zini eski injektori bo'ladi. Sostenasi. Uje bu yaxshi sepmayapti ham. Bitta silindr вообще gnat qilib ishlayapti. Mashina vasha getanatsiyada amal taqal bilan yetib kelganlar. Buni kompyuterning diagnostikaga ulashganda umuman hech qanaqa ashibga ko'rsatmabdi mashina. Bizni ulovdik, bizda anchuncha ashibga ko'rsatdi. Shu most bizani apparatimiz bizuv bo'lishi mumkin, to'g'ri. Hammada ideal ishlaydi, bitta bizda bizuv. Mana mashinamiz zavat bo'ldi, motor tikka ishlayapti, soat cho'tki bo'ldi. Hop, servis sentrga borib, ishi bitmayotgan okalar bo'lsa, bemalol telefon qilib bizga mashinani olib kelsanglar bo'ladi. Bizni qarab ko'rib beramiz mashinani. Oka, o'zgardimi mashina, nima deysiz? Va qo'lni qatta sindir deysiz. Bo'ldi, aytmay qo'ya qoling, hozir kommentariy ko'payib ketib qoladi. Mana xullas kalom mashina tayyor. Oka, tegidan yaxshi shamollar o'tib yursin, yaxshi kunlarga mining.